Bitta bo'lgani uchun bitta dedingiz. Yo'q. Luiza Rasulova kinoda kim bilan partnyor sifatida o'ynashni xohlagan bo'lardi? Men sekingina Gollivudga ketvormoqchi edim. O'zimizdan bo'ladigan bo'lsa, o'zimizda yaxshi ijodkorlar ko'p. Endi yaxshi ijodkorlarning ichida Aziz Rajabov, Ulug'bek Qodirovlar bilan bitta syomочный plashatkada ishlash bizga nasib qilgan, ishlaganmiz. Kim bilan? Menimcha endi san'atni tark etib bo'lgan u inson, menimcha Farruh Soipov bilan qanaqadir partnyor bo'lib rol ijro qilgan bo'lardim. Opamga chiqib akam sezmas. Sezmaydi. Kelishdik. Endi bu narsaning iloji yo'q. Endi savol shunga qurilgan bo'lgani uchun javob shunaqa. Lekin juda ham ko'p yaxshi yana aktyorlarimiz bor. Agarda partnyor sifatida bo'lsa, o'sha yoshimizga emas, menimcha Farruh Soipov bo'lsa kerak. Agarda ota va qiz roli bo'ladigan bo'lsa, yaxshi aktyorlarimiz juda ham ko'p. Bitta bo'lgani uchun bitta dedingiz, bittani aytdim.